Oldinda yana kamera bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, inspektorlar? Sog'siz. Rahmat. Yurtlar joydami? Baholisi joyida. To'xtash sababi? To'xtash sababi? Hujjatlarni tekshirish maqsadida keyin qo'shimcha chiroqda chiqib kelayotgan haydovchilik masosini o'rganmoqchimiz. Bu yerdan burilayotgan mashinami? Bu hali Yo'q, ko'rdim. Ko'rishga. Chiroqda chiqayotgani keyin siz o'zingiz chiroqda kelayotgan ko'rib haqlaqsiz. Ya uni ko'rdim, ko'rdim. Prosta u mashina hali oxiriga chiqish usul qilmoqdi-ku deb ana burib yurdim-da men. Yo'q, mayli. Ha. Ha, yo'q, men uni bunday oxiriga chiqmaganini ko'rib yurdim-da, chunki bu tomonda mashina bor edi-ku, u menga qarab kirib chiqdi. Mana bu yon mashinada bu tomonda ko'rib keladi. Bu mana bu inspektor to'xtab turganini ko'rib menga qarab tirab keldi-da u. Men shuning uchun ertaroq yuraverdim u chiqmasdan, chunki u menga tirab kelib qo'ydi, как situatsiya bo'lganda avariya holat kelmasin degan maqsadda. 10 tomonda mashinani menga tirab kelgani uchun o'tib ketib qo'ygandim-da. Bitta borlik hal muddat bor. Rahmatlar qilib chiqing. Endi Nuriddinbek, endi sizlar bilan bermaganingiz boshqa narsa. Shu iznomizdeygina. Shunday. Yigirma. Ha. Endi holatdan kelib chiqib insonga sifatida yordam qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki boya aytganda bu tomonda mashina borligi uchun men misol uchun aybim tan olib yo'ydirdim. Oynang. Bu tomondagi mashinani men avariya situatsiyaga qo'ymaslik uchun sal tezroq gaz ko'proq bosdim shu. Bu hali Nima deysiz, ayting. Yo'q, ana shu. Nima qilmaygan? Ya endi ham kamardan foydalanib kelyapman. Endi ana nimasi bo'ladi? Kamardan foydalanib kelyapman-ku deyman-da endi. Yaxshi ekan. Ismingiz kim aka? Jamol. Kim? Kamol aka.